Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 11 noyabrdan pensionerlar hayotida nimalar o'zgaradi? Kim xavotir olishi kerak? Kim esa bemalol o'z pensiyasini olishda davom etadi? Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensioner ota-onasi bor farzandlarga, nogironlik pensiyasi oluvchilarga, bo'g'uvchisini yo'qotganlik nafaqasi oladigan oilalarga bevosita tegishli. Chunki bitta kichik xato, bitta hujjatdagi kamchilik yoki bitta vaqtida topshirilmagan ariza pensiya to'lovining kechikishiga olib kelishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men oddiy tilda tushuntiraman. Oldin qanday edi, endi nima o'zgardi? Kimlar tekshiruvga tushadi? Qanday hujjatlar kerak bo'ladi va eng muhimi, pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun bugundan boshlab nima qilish kerak? Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar vaqtida yetib borishi juda muhim. Avval pensiya masalasida ko'pchilik bir narsaga o'rganib qolgan edi. Pensioner bir marta hujjat topshiradi, pensiya tayinlanadi. Keyin har oy kartaga yoki naqd shaklda kelaveradi. Odamlar ko'p hollarda pasport muddati, yashash manzili, bank kartasi, telefon raqami yoki oilaviy holat o'zgarganini vaqtida bildirish shart deb o'ylamasdi. Pensiya tayinlangan bo'lsa bo'ldi, davlat o'zi biladi degan qarash juda keng tarqalgan edi. Lekin endi vaziyat boshqacha. Pensiya va nafaqa to'lovlarida tartib kuchaymoqda. Asosiy maqsad oddiy. Pensiya haqiqatan ham huquqi bor odamga yetib boryaptimi? Hujjatlar to'g'rimi? Bir odam nomiga ikki joydan to'lov ketmayaptimi? Vafot etgan shaxs nomiga pul yechilmayaptimi? Nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lovlar qonuniy davom etyaptimi? Mana shular tekshiriladi. Men buni vahima sifatida emas, huquqiy ogohlantirish sifatida tushuntiryapman. Eng katta muammo shundaki, ko'pchilik o'z hujjatlaridagi kichik nomuvofiqliklarni bilmaydi. Masalan, pasportdagi ism bir xil, bank kartasida bir harf boshqacha yozilgan yoki pensioner boshqa viloyatga ko'chib ketgan, lekin eski manzil bo'yicha ro'yxatda qolgan yoki bank kartasining muddati tugagan, lekin odam buni faqat pensiya tushmaganda eslaydi. Mana shunday holatlar endi ko'proq e'tiborga olinadi. Oldingi tartibda ko'p ishlar qog'oz hujjatga, mahalliy ma'lumotnomasiga, pensionerning o'zi olib kelgan arizasiga bog'liq edi. Pensioni pensiya jamg'armasiga borgan ariza yozgan mehnat daftarchasini, pasportini, ish staji bo'yicha hujjatlarni topshirgan, keyin to'lov boshlangan. Keyinchalik ayrim ma'lumotlar yangilanmasa ham, amalda pensiya davom etaveradigan holatlar ko'p bo'lgan. Endi esa ma'lumotlar ko'proq elektron bazalar orqali solishtiriladi. Fuqaroning shaxsiy ma'lumotlari, yashash manzili, FSHDYO ma'lumotlari, bank hisob raqami, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, ish staji, soliq va mehnat ma'lumotlari bir-biriga mos kelishi kerak. Agar bir joyda farq chiqsa, tizim buni xavfli holat sifatida ko'rishi mumkin. Bu darhol pensiya bekor bo'ladi degani emas, lekin to'lov vaqtincha ushlanishi, tekshiruv so'ralishi yoki qo'shimcha hujjat talab qilinishi mumkin. Masalan, ilgari bir pensionerning pasporti almashgan bo'lsa, u buni bankka ham, pensiya bo'limiga ham vaqtida bildirmagan bo'lishi mumkin edi. Pensiya baribir tushaverardi. Endi esa yangi pasport ma'lumotlari bilan bankdagi eski ma'lumot mos kelmasa, karta orqali to'lovda muammo paydo bo'lishi mumkin. Yoki pensioner 2020 yilda bir manzilda ro'yxatda bo'lgan. Keyin farzandining uyiga ko'chib o'tgan, lekin doimiy yoki vaqtincha ro'yxatini yangilamagan. Tekshiruv paytida fuqaro haqiqatda qayerda yashaydi degan savol paydo bo'ladi. Yana bir o'zgarish, pensionerning o'zi tirikligini, mamlakatda yashayotganini yoki pensiyani o'zi olayotganini tasdiqlash zarur bo'lishi mumkin bo'lgan holatlar ko'payadi. Ayniqsa chet elda uzoq muddat yashayotganlar, o'rniga ishonchnoma orqali pul olinayotganlar, og'ir kasal bo'lib uydan chiqa olmaydiganlar, bank kartasini farzandiga berib qo'yganlar ehtiyot bo'lish kerak. Asosiy qism 1. Kimlar xavotir olishi kerak va kimlar xavotir olmasligi mumkin? Men birinchi navbatda kimlar e'tiborli bo'lishi kerakligini sanab o'taman. Eng avvalo, pasport yoki ID kartasini yaqinda almashtirgan pensionerlar. Agar siz eski pasport bilan pensiya rasmiylashtirgan bo'lsangiz, keyin ID karta olgan bo'lsangiz, bank va pensiya tizimidagi ma'lumotlar yangilanganini tekshirib qo'ying. Bu juda oddiy ishdek ko'rinadi. Lekin amalda ko'p to'lov kechikishlari aynan shundan chiqadi. Ikkinchi guruh, bank kartasining muddati tugagan yoki kartasini almashtirgan pensionerlar. Masalan, opa 6-8 yoshda har oy 1,2 million so'm pensiya oladi.
Kartasining muddati oktyabr oyida tugagan, lekin u pul baribir tushadi deb o'ylagan. Noyabrda pensiya tushmaydi. Banka bo'lsa, karta faol emasligi aytiladi. Pensiya bekor bo'lmagan, lekin pulni olish uchun karta yangilanishi kerak. Agar opa buni oldindan tekshirganida bir kun ichida yangi karta ochib, muammoni oldini olardi. 3-guruh boshqa viloyatga yoki boshqa tumanga ko'chganlar. Masalan, bir otaxon Samarqandda pensiya rasmiylashtirgan, lekin hozir Toshkentda qizning uyida yashaydi. Ro'yxati eski joyda. Agar pensiya bo'limi tekshiruv qilsa, mahalla bu kishi bu yerda yashamaydi deyishi mumkin. Shunda pensionerga haqiqiy yashash manzilingizni aniqlang deyiladi. Bu ham pensiya huquqini yo'qotish emas, lekin to'lov jarayonida ortiqcha yugur keltirib chiqaradi. 4-guruh nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu yerda eng muhim masala tibbiy xulosa muddati. Ba'zi nogironlik guruhlari muddatsiz bo'ladi, ba'zilari esa ma'lum vaqtga beriladi. Agar qayta ko'rik muddati o'tib ketgan bo'lsa, to'lov to'xtashi mumkin. Masalan, bir fuqaro 2 guruh nogironlik nafaqasini oladi. Oyiga 900 ming so'm atrofida to'lov keladi. Tibbiy xulosa noyabrda tugaydi, lekin u yanvargacha bormaydi. Tizimda asos tugagan deb ko'rinadi va to'lov ushlanadi. Keyin qayta ko'rikdan o'tadi. Hujjat tiklanadi, lekin o'rtada 2 oy asabiylashadi. 5-guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Masalan, ona farzandi uchun boquvchisini yo'qotganlik to'lovi oladi. Farzand maktabda o'qisa, kollejda yoki oliy ta'limda kunduzgi bo'limda o'qisa, ma'lum shartlarda to'lov davom etadi. Lekin farzand o'qishni tashlagan bo'lsa, sirtqi bo'limga o'tgan bo'lsa yoki yoshi bo'yicha chegara tugagan bo'lsa, bu haqda ma'lumot yangilanishi kerak. Aks holda ortiqcha to'langan pul keyin qaytarib undirilishi mumkin. 6-guruh ishonchnoma orqali pensiya olinayotgan holatlar. Ba'zi otaxon, onaxonlar yura olmaydi. Farzandi yoki qarindoshi ishonchnoma bilan pensiyasini olib beradi. Bu qonuniy bo'lishi mumkin, lekin ishonchnomaning muddati, notarial tasdiqlanishi, pensionerning roziligi va holati aniq bo'lishi kerak. Agar ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa yoki pensionerning o'zi bilan aloqa tasdiqlanmasa, to'lovda savollar paydo bo'ladi. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pasportingiz amalda bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, pensiya har oy o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, yashash manzilingiz to'g'ri bo'lsa, nogironlik yoki boshqa asosli nafaqa bo'yicha hujjatlaringiz muddati tugamagan bo'lsa, siz ortiqcha vahima qilishingiz shart emas. Lekin baribir men tavsiya qilaman, yiliga kamida bir marta ma'lumotlaringizni tekshirtiring. Chunki bugun muammo bo'lmasa ham ertaga karta muddati tugashi yoki hujjat almashishi mumkin. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, pensiya tushmasa, bu har doim pensiya bekor bo'ldi degani emas. Odamlar ko'pincha vahimaga tushadi. Meni pensiyadan chiqarib yuborishibdi deydi. Aslida sabab juda oddiy bo'lishi mumkin. Bank kartasi bloklangan, hisob raqami noto'g'ri, texnik kechikish, bayram kunlari, hujjatdagi bir harf farqi yoki qayta tekshiruv. Masalan, bir pensionerning familiyasi pasportda Yo'ldoshev, bankda esa Yuldashev deb yozilgan bo'lishi mumkin. Odam uchun bu bir xil ko'rinadi. Lekin tizim uchun bu boshqa yozuv. Bunday farqlar pul tushishida kechikish keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun hujjatdagi ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, JSHR raqami hammasi bir xil bo'lishi kerak. Ikkinchi nozik jihat, ortiqcha to'langan pensiya qaytarilishi mumkin. Bu juda muhim. Agar odam huquqi tugagan bo'lsa, pul olishda davom etsa, keyin davlat sizga falon oydan beri ortiqcha to'lov qilingan deb qaytarishni talab qilishi mumkin. Masalan, farzand o'qishni tashlagan, lekin o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi yana 6 oy davom etgani. Har oy 700 ming so'mdan olsa, 6 oyda 4 million 200 ming so'm bo'ladi. Keyin bu pulni qaytarish masalasi chiqadi. Shuning uchun tushib turibdi-ku, olayveraman degan fikr juda xavfli. 3-nozik jihat. Chet elda bo'lgan pensionerlar. Agar pensioner uzoq vaqt chet elda yashasa, pensiya olish tartibi, tasdiqlash tartibi va bank orqali foydalanish masalalari alohida e'tibor talab qiladi. Masalan, otaxon Rossiyadagi farzandi yonda 8 oy yashab keldi. Kartasi O'zbekistonda qolgan, pulni boshqa odam yechib turgan. Agar keyin tekshiruv bo'lsa, pensiyani kim oldi, pensionerning roziligi bormi, ishonchnoma bormi degan savollar tug'iladi. Shuning uchun bunday holatda hamma ish rasmiy bo'lishi kerak. 4-nozik jihat, pension vafot etgandan keyingi to'lovlar. Bu mavzuni og'ir bo'lsa ham aytishim kerak.
Ba'zan qarindoshlar pensioner vafot etgandan keyin ham kartadan pul yechadi. Baribir tushibdi, xarajatga ishlatdik deyishadi. Lekin bu noqonuniy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Vafot holati faqat orqali rasmiylashgach, pensiya to'lovi to'xtatiladi. Agar undan keyin pul yechilgan bo'lsa, qaytarish talab qilinadi. Shuning uchun bunday vaziyatda darhol tegishli idoralarga xabar berish kerak. 5-nozik jihat ish staji va arxiv hujjatlari. Ba'zi odamlarning pensiyasi kam hisoblangan bo'lishi mumkin. Chunki eski ish joylari yopilib ketgan, arxiv hujjatlari topilmagan yoki mehnat daftarchasida muhr o'qilmaydi. 1 noyabrdan keyin ham umuman har qanday davrda pensioner o'z stajini qayta tasdiqlovchi hujjat topshirsa, pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqish imkoniyati bo'lishi mumkin. Masalan, odam 25 yil ishlagan, lekin hujjatda 21 yil tasdiqlangan. Agar qolgan 4 yil arxidan topilsa, pensiyasi oshishi ehtimoli bor. Shuning uchun faqat to'xtab qolishdan qo'rqmasdan o'z haqingizni ham tekshirtiring. 6-nozik jihat ayollar. Ayniqsa turmushga chiqib familiyasini o'zgartirganlar. Mehnat daftarchasi qizlik familiyada, pasport esa erning familiyasida bo'lishi mumkin. Yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, stajni bog'lashda muammo chiqadi. Masalan, mehnat daftarchasida Karimova, hozirgi ID kartada Tursunova. Tizim buni bir shaxs deb tanishi uchun nikoh yoki familiya o'zgarishi haqidagi hujjat kerak bo'ladi. 7-nozik jihat. Parvarish puli, kompensatsiya va qo'shimcha to'lovlar. Ba'zi pensiyalar faqat asosiy pensiyani emas, qo'shimcha imtiyoz yoki kompensatsiyalarni ham oladi. Masalan, nogironligi bor shaxsga qarovchi, yolg'iz pensioner, alohida toifadagi fuqarolar bu qo'shimcha to'lovlar uchun shartlar alohida bo'ladi. Agar shart o'zgarsa, qo'shimcha to'lov to'xtashi mumkin. Asosiy pensiya esa davom etadi. Odamlar esa pensiyamni kesish deb o'ylaydi. Aslida kesilgan narsa qo'shimcha to'lov bo'lishi mumkin. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID, karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi, bank hisob raqami, mehnat daftarchasi nusxasi, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar, nikoh yoki familiya o'zgarishi guvohnomasi, yashash manzili bo'yicha ma'lumotlar, bularning hammasi kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning amal qilish muddati qachongacha? SMS xabarnoma ulanganmi? Telefon raqamingiz o'zingiznikimi? Ko'p pensionerlar telefon raqamini farzandining nomiga ulab qo'yadi. Bu qulay bo'lishi mumkin, lekin muhim xabarlar pensionerning o'ziga yetib bormaydi. Bankka borib, karta faolmi? Hisob raqam to'g'rimi? Pensiya tushadigan karta aynan shu kartami? Tekshirtiring. 3-qadam, pensiya bo'limi yoki davlat xizmatlari markazi orqali ma'lumotlaringizni aniqlashtiring. Men tavsiya qiladigan savollar shular. Mening pensiyam qaysi asosda tayinlangan? Ma'lumotlarimda xatolik yo'qmi? Pasport ma'lumotlarim yangilanganmi? Yashash manzilim to'g'rimi? Qo'shimcha hujjat talab qilinadimi? Qayta ko'rik muddati bormi? Bu savollarni uyalmay so'rang. Bu sizning haqqingiz. 4-qadam, agar pensiya tushmasa, darhol to'g'ri ketma-ketlikda harakat qiling. Avval bankka murojaat qiling. Karta ishlayaptimi? Pul kelganmi? Blok bormi? Bilib oling. Agar bank bizga pul kelmagan desa, pensiya bo'limiga boring. Agar pensiya bo'limi hujjatda muammo bor desa, qaysi hujjat, qaysi band, qaysi sabab ekanini yozma yoki aniq tushuntirish shaklida so'rang. Hech qachon faqat og'zaki keyin keling degan gap bilan cheklanib qolmang. 5-qadam, ariza yozishni o'rganing. Arizada sodda qilib yoziladi. Mening pensiya to'lovim falon oy uchun kelmadi. Sababini aniqlab berishingizni va to'lovni tiklash choralarini ko'rishingizni so'rayman. Pastiga FSH, JSHIR, telefon raqam, manzil sana va imzo qo'yiladi. Arizaga pasport nusxasi, bank karta ma'lumoti, kerak bo'lsa boshqa hujjatlar ilova qilinadi. Arizani topshirganda kirim raqamini oling yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi qo'ydiring. Nogironlik bo'yicha nafaqa oluvchilar tibbiy ko'rik muddatini oldindan tekshirsin. Muddati tugashiga 1 oy qolganda harakat boshlash kerak. Tugagandan keyin boraman desangiz, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Agar sog'liq holatingiz sababli bora olmasangiz, yaqinlaringiz orqali tartibni so'rang. Uyga kelib ko'rish yoki boshqa imkoniyatlar bor yo'qligini aniqlang. 7-qadam, farzandlar ota-onasining hujjatini tekshirib qo'ysin.
Ko'p otaxon, onaxonlar hujjatdagi muddat, karta holati, SMS, ariza, elektron tizim degan narsalarni tushunmasligi mumkin. Farzand sifatida siz bir soat vaqt ajratib, ularning kartasini, pasportini, telefon raqamini, pensiya tushgan tushmaganini tekshirib qo'ysangiz, keyin katta muammoning oldini olasiz. 8-qadam, hech kimga karta pin kodini bermang. Bu juda muhim. O'g'lim oladi, qo'shnim olib beradi. Tanishim biladi deyish xavfli. Agar pul yo'qolsa kim javob beradi? Pensionerning kartasi, pin kodi va SMS kodi shaxsiy ma'lumot hisoblanadi. Agar yordam kerak bo'lsa, ishonchnoma yoki rasmiy tartibdan foydalanish kerak. 9-qadam, agar sizga pensiyangizni oshirib beraman, hujjatingizni tezlashtirib beraman, ma'lumotlar bazasiga kiritib qo'yaman deb pul so'rashsa, ehtiyot bo'ling. Pensiya masalasida ko'plab firibgarlar aynan pensionerlarning ishonuvchanligidan foydalanadi. Rasmiy to'lov bo'lsa, kvitansiya bo'ladi. Rasmiy idora bo'lsa, manzili qabul vaqti, hujjat ro'yxati bo'ladi. Hech qachon begona odamga pasport nusxasi, karta raqami, SMS kod yoki pin kod bermang. 10-qadam, eski ish stajingizni tekshirib chiqing. Agar pensiyangiz juda kam deb hisoblasangiz, mehnat daftarchangiz, arxiv ma'lumotlaringiz, sobiq ish joylaridan ma'lumotnomalar bilan pensiyani qayta hisoblash imkoniyatini so'rang. Masalan, 35 yil ishlagan odam 25 yil staj bilan hisoblangan bo'lsa, bu katta farq qilishi mumkin. Har oy 100 ming so'm farq ham bir yilda 1.200 ming so'm bo'ladi. Shuning uchun bu masalani e'tiborsiz qoldirmang. Keling, yanada tushunarli bo'lishi uchun bir nechta vaziyatni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol. 72 yoshli otaxon har oy 1.400 ming so'm pensiya oladi. U ID karta olgan, lekin bankdagi ma'lumot eski pasportda qolgan. Noyabr oyida to'lov kechikadi. U avval vahimaga tushadi, pensiyamni kesishdi deydi. Aslida bankda shaxsiy ma'lumot yangilanmagani uchun to'lov vaqtida ishlovdan o'tmagan. Otaxon ID kartasi bilan bankka boradi, ma'lumot yangilanadi, keyingi to'lov tiklanadi. Xulosa hujjat almashsa, darhol bank va pensiya ma'lumotlarini tekshirtirish kerak. Ikkinchi misol, bir ona boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini 17 yoshli farzand uchun oladi. Farzand maktabni tugatib ishlashni boshlaydi. Ona esa eski tartib bilan to'lov tushyapti deb davom etadi. Bir necha oy o'tgach ortiqcha to'lov aniqlanadi. Keyin qaytarish masalasi chiqadi. Xulosa, farzandning o'qishi yoshi, ta'lim shakli o'zgarsa, darhol tegishli idoraga bildirish kerak. Uchinchi misol, nogironlik nafaqasi oluvchi fuqaroning tibbiy xulosasi 10 noyabrda tugaydi. U esa hali vaqt bor deb yuradi. 11 noyabrdan keyin tizimda muddati tugagan ko'rinadi. To'lov ushlanadi. Keyin u qayta ko'rikdan o'tadi, lekin jarayon bir necha hafta vaqt oladi. Xulosa, muddati bor hujjatlarni oxirgi kunga qoldirmang. 4-misol, pensioner ayol familiyasini o'zgartirgan, lekin mehnat daftarchasi eski familiyada. Pensiyani qayta hisoblatmoqchi bo'ladi, qo'shimcha 6 yil staji chiqadi, lekin familiya o'zgarishi tasdiqlanmagani uchun jarayon to'xtaydi. U nikoh guvohnomasini topib topshiradi. Staj biriktiriladi. Xulosa, familiya o'zgarishi bo'yicha hujjatlar juda muhim. Hurmatli tomoshabinlar, 11 noyabr atrofidagi eng asosiy xabar shuki, pensionerlar endi hujjat, bank kartasi, yashash manzili. Tibbiy xulosa va shaxsiy ma'lumotlarga beparvo bo'la olmaydi. Pensiya huquqi bor odamning puli bekor qilinmaydi, lekin hujjatdagi xato yoki muddat o'tishi to'lovni kechiktirishi mumkin. Eng xavfli narsa vaqtida tekshirmaslik. O'zi bo'laveradi deb yurish. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq pasportingizni, kartangizni, telefon raqamingizni, yashash manzilingizni, nogironlik yoki boshqa nafaqa hujjatlaringizni tekshiring. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering. Agar pensiya tushmasa, avval bankka, keyin pensiya bo'limiga, zarur bo'lsa, davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Arizani yozma bering, hujjat nusxalarini saqlang. Hech kimga pin kod va SMS kod bermang. Sizningcha bu tartib pensionerlar uchun foydalimi yoki ortiqcha qiyinchilikmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner ota-onasi, bobo-bovisi yoki nafaqa oladigan yaqinlari bor odamlarga yuboring. Chunki bitta vaqtida ko'rilgan video kimningdir pensiyasi kechikib qolishining oldini olishi mumkin.